Urganch davlat pedagogika institutida Xorazm baxshichilik an'analarining yirik vakili O'zbekiston xalq baxshisi professor va akademik Yetmishboy Abdullayev bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbirda ustozning talabalari bilan olib borayotgan dars mashg'ulotlari, baxshichilik san'atini o'qitishdagi yondashuvlar hamda pedagogik tajribasining amaliy ko'rinishlari namoyish etildi. O'zbek baxshichilik san'ati Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Bulung'ur hamda Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasi maktablarida tashkil etilgan. Ushbu maktablar ichida Xorazm baxshichilik maktabi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Jahonda tan olingan bola baxshi maktabi aynan shu hududning madaniy merosi asosida shakllanib, ilmiy uslubiy jihatdan mustahkam tizimga aylangan. Bugun biz mana Urganch davlat pedagogika institutida ish jarayoni va dars jarayonini olib boryapmiz. Umuman biz baxshichilik yo'nalishi bo'yicha aytadigan bo'lsak, Xorazmning o'zida ikki xil yo'nalishda dasturlar bor. Ichki dasturlar va qahramonlik, vatanparvarlik dasturlari. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, ichki dasturlari G'arib Shohsanam, Xirmondali, Oshiq Mahmud va hokazo dasturlar kiradi. Endi vatanparvarlik, mardlik, vatanni ulug'lash, yurtni ulug'lash, buni ulug'laydigan dasturlarga Guruhli Baziryon, Avazxon yoki Kampir va hokazo dasturlar kiradi. Endi dasturlarni umuman bir ko'zda ko'rish qiyin. Qalb uchun ikki ko'zli kerakda. Daston, baxshi degani lug'atiy ma'nosi sardor, murabbiy, ustoz, bilguvchi, bizni rahnamomiz degan holatni bildiradi. Baxshini eldan, yurtdan bir odim oldi yurish kerak. Baxshida terma bor, baxshida daston bor, baxshida so'z bor, baxshida shoirlik bor, baxshida ilhom bor, baxshida baxt bor. Chunki men hozir shogirdlarni ko'rib turibman, bir qancha ko'rik tanlovlarda men hakamlar hayratida hakam bo'lib o'tiraman. Shu yerda yosh baxshilarimiz bor. Oldin ustozlarimiz ya 4 ta, 5 ta bo'lgan. Hozir shogirdlarimiz 100 talagan. Baxshilar har bir musiqa maktabida yetishib turibdi. Biz bu jarayonni olib borishdan xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Yetmishboy Abdullayev Xorazmning 5 baxshichilik yo'nalishini chuqur tahlil qilib, ularni yagona maktab sifatida takomillashtirgan. Uning bugungi pedagogik faoliyati baxshichilik an'analarini yosh avlodga yetkazish, ularni amaliy san'at orqali tarbiyalash va milliy merosni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Taqdimot davomida ustoz ishtirokidagi dars jarayonlari, talabalarning ijro ko'nikmalari va baxshichilik san'atining zamonaviy ta'limga integratsiya qilinishiga oid lavhalar tayyorlandi.